sunyat nima qilyapsan? Kelgan mijozlarning hammasi mana shunday qilib shaqillatadi. Shu ishlaydi deb o'ylashadi agar shaqillasa. Lekin agar shiqillashiga qarab klapan kirishga tanlaydigan bo'lsangiz, suv kirishga tanlaydigan bo'lsangiz xato qilasiz. Sababi bu o'zga kirishganimiz ko'rib turganingiz shiqillayapti, GM kirishganimiz shiqillamayapti. Buni shiqillashining sababi o'rtada sanlik rezinkamiz o'tirib qolsa yoki sanlik bilan o'rtasida zazor paydo bo'lib qolsa shiqillaydi. Buni aslida ishlashiga javob beradigan narsa bu ikkita dona klapanchasi bo'ladi. Havo bosimi pasaygan payt havo kirish uchun ochiladi. Havo bosimi yuqori bo'lgani sababli chiqarib uchun mana bu klapanimiz ishlaydi, tashqariga havo chiqarish uchun. Ko'rib turganingizdek, bu Xitoy kirishganimiz. Hozir orqasini ochib ko'rsataman, sababi bir-biridan farqlab olishingiz uchun. Bundan keyin shiqillashiga qarab farqlamang, iltimos sizdan kirishgani. Ko'rib turganingizdek, bu o'zga kirishganimiz Xitoy. Prujinasi juda ham yupqa, chirib tez tushib ketib qoladi. Buni klapani. Bunda esa klapanga yaxshi prujina ishlatilgan. Ko'rib turganingizdek, ichida sanlikcha ham qizil rangda, bundagi sanliklarimiz qora rangda. Bundan keyin klapan kirishga tanlayotganingizda shiqillashiga umuman e'tibor bermang, sababi shiqillash hech qanaqa vazifa bajarmaydi.